Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Python dasturlashtiruvida quyidagi ekranda ko'rib turgan o'yinni yasashni ko'rib chiqamiz. Bu qanday o'yin? Bu so'zni topish o'yini. Ya'ni ixtiyoriy bitta so'z yashirilgan bo'ladi va xuddi shu so'zni harflarni aytish orqali shu so'zni topishimiz kerak bo'ladi. Agar biz so'zni harflarini ma'lum bir urinishda topsak, biz g'olib bo'lamiz. Agar xato urinishimiz chegaraga yetib kelsa, biz mag'lub bo'lamiz. Bu qanday o'yin? Misol uchun, bizga ixtiyoriy bitta so'zni bo'sh katakchalar orqali ko'rsatadi. Biz harf tanlaymiz. Agar so'zimizning ichida o'sha harf bo'lsa, demak shu bo'sh katakcha shu harf bilan almashadi. Agar so'zimizda harf yo'q bo'lsa, demak bizda bu tomonda, ko'rib turgan tomonlarda dor chizilishi kerak bo'ladi. Mana dorni ustuni va buyog'i shu ko'rinishda dorga osildik. Demak, biz mag'lub bo'ldik. Xuddi shu o'yinni Python dasturlashtiruvida qanday yasashni ko'rib chiqamiz. Dastlab ishimizni o'yinimizga nom qo'yib olishdan boshlaymiz. O'yinimizga nomni chiroyli tarzda qo'yish uchun bizda quyidagi sayt bor. ASCIIArt.eu saytimiz bor. Bu yozilgan saytimiz tekstimizni text to ASCIIArt chiroyli ko'rinishga keltirib beradi. Mana quyida text to ASCIIArt ko'rishlar mumkin. Biz yozgan yozuvni xuddi shu ko'rinishga keltirib beradi. Va bu bizni konsolimizda chiroyliroq ko'rinish uchun ishlatamiz. Demak, hello world so'zini o'chiramiz va bu yerga so'zni top o'yini yoki so'zni top deb o'zini yozishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda xuddi shu so'zni chiroyli ko'rinishda tayyorlab beradi. Copy tugmachasini bosamiz va bu kompyuterimizga nusxalanadi. Biz Python dasturimizga o'tamiz va bu yerda buni logo degan o'zgaruvchiga 3 tali qo'shtirnoqni ichida joylashtiramiz. Va buni print orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi logoni. Hop, kodimizni ishga tushiramiz. Ishga tushirsak, ko'rishingiz mumkin, so'zni top o'yini chiroyli ravishda kelib ko'rinyapti. Bu yerda bizga ogohlantirish beryapti. Qizil yozuvlarda syntax warning, ya'ni syntax ogohlantirish. Invalid escape sequence. Bu bizda muammo keltirib chiqaryapti. Bu qanday muammo? Hozir tushuntiraman. Logoni komment yoptiraman. Bizda kelib chiqayotgan muammo text degan o'zgaruvchimiz mavjud bo'lsa. Text degan o'zgaruvchimizda O'zbekiston degan yozuv bo'lsin. O'zbekiston degan yozuvni bittalik qo'shtirnoqni ichida yozsam, ko'rishimiz mumkin, bu yerda qo'shtirnoq quyidagi joyda yopilyapti deb o'ylaydi bizda Python dasturlashtiruvida va bu yog'ini xato deb beradi. Xuddi shu yerda shu muammoni oldini olish uchun O harfini belgisini oldida teskari slash belgisini qo'ysak, bu muammo o'z-o'zidan yechiladi. Va print orqali ko'rsak, natijani bizga hech qanday muammo tug'dirmaydi va O'zbekiston so'zi kelib chiqadi. Endi xuddi shu joyda biz mana slash belgisidan foydalanganimiz uchun slash belgisi xuddi shunaqa elementlar uchun ishlatiladi va biz yuqoridagi ASCII yozuvimizni ko'rsak, bunaqa yozuvimizda xuddi shunaqa belgilar ko'pgina joylashgan. Bu belgilarda bu xuddi shunaqa ma'lum bir qoida uchun ishlayapti deb o'ylayapti Python dasturlashtiruvda. Bu narsani oldini olish uchun biz so'zni yozishdan oldin, qo'shtirnoqdan oldin R harfini qo'yib qo'ysak, R harfini vazifasi xuddi shularda oddiy belgi sifatida ko'rsatib ber degan vazifani bajartirib beradi. Va endi bizga hech qanaqa muammo chiqmasligi kerak. Logoni ham kommentdan ochaman va boshqatdan ishga tushirib ko'raman. Va mana yuqorida ko'rishingiz mumkin, hech qanday qizil ogohlantirish bermadi va so'zni o'zi chiqib kelyapti. Ya'ni biz so'zni top o'yinini title'ini yasab oldik, ya'ni sarlavhasini yasadik. Keyin
bizga yana kerak bo'ladi. Hop, bu yerdan qidirsak, Hangman art python deb qidirsak, ko'rishingiz mumkin, gist.github.com sayti chiqib keladi. Bu saytda bizga tayyor dorni rasmi ko'rinishini ASCII ko'rinishda chizib tayyorlab bergan. Xuddi shuni olamiz. Rasmlarni kopirovat qilib nusxasini olamiz va bu yerga tashlaymiz. Hop, bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu dorimiz rasmi. Endi bizning asosiy main faylimizda oddiy rasmlarni o'zi bilan ancha qator kod yozilib ketyapti. Xuddi shu kodni chiroyli ko'rinishga keltirish uchun aynan shunaqa ASCII rasmlarimiz uchun alohida bitta pakka ochib olamiz. Python fayl. Hop, nomiga ASCII arts Python faylini yasab olaman. Endi logoni ham shu yerga olib o'taman. Va buni ham o'sha yerga olib o'taman. Buni ham ko'chirib olamiz. Ctrl X ASCII arts tagidan joylashtiramiz. Va yuqorida takrorlangan muammoni oldini olish uchun har birini boshiga R harfini qo'shib chiqamiz. Demak, bizda Hangman Pix listi bor va bu listning ichida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ko'rinish mavjud va bu yerdan logoni o'chirib yuboramiz va import qilamiz. From ASCII arts import logo. From ASCII arts nichidan logo va Hangman Pix import qilamiz. Bizga shu endi kompyuter so'zlarni tanlashi uchun so'zlar ro'yxatini yaratib olamiz. Buning uchun yana bitta alohida Python fayl ochamiz. Hop. Buni words deb nomlayman. Words faylimizga biz word listini yarataman. Va bu listning ichida so'zlar ro'yxati bo'ladi. Misol uchun olma, quyosh, kapalak, baliq, quyon, mashina va hokazo. So'zlarni ko'paytirib ro'yxatni to'ldirish o'zlaringizga ixtiyorlangiz. Hozircha shu so'z bilan biz boshlab turishimiz mumkin. Shu so'zlarning ichidan kompyuter ixtiyoriy bittasini tanlab olish kerak va tanlab olingan so'zni bo'sh katakchalar ko'rinishida chiqarib berish kerak bo'ladi. Buning uchun ixtiyoriy birini tanlab olish uchun bizga kerak bo'ladi random moduli va so'zlarimizni ham import qilib olishimiz kerak bo'ladi. From words ni ichidan
import qilgan word listni shu ko'rinishda yozib olamiz. Print logoni boshiga chiqarib qo'yamiz. Endi bizda jonimiz bor. Jonimiz 6 ta jonimiz mavjud bo'ladi. 6 ta jonimiz tugaguncha biz ixtiyoriy harfni aytish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Jonni belgilab oldik va kompyuter ixtiyoriy bitta so'z tanlash kerak. Word teng random orqali choice qilgan word listni ichidan ixtiyoriy bittasini tanlab olgan deymiz va print orqali shu so'zni chiqarib ko'ramiz. Wordni kodimizni ishga tushiramiz. Ko'rishimiz mumkin, so'zni top o'yini chiqyapti va kompyuter kapalak so'zini tanlayapti. Har safar ishga tushirganimizda bu har xil, ya'ni biz bergan wordlar ro'yxatidan ixtiyoriy bittasini tanlab oladi. Xo'p, endi keyingi ish biz qiladigan ishimiz xuddi shu so'zlarni endi uzunligi nechta bo'lsa, shu uzunlikka teng bo'lgan tag chiziqlar bilan to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Buning uchun bitta bo'sh o'zgaruvchi yarataman. Bo'sh o'zgaruvchi. Va biz shu so'zni uzunligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni wordni length uzunligini aniqlash uchun len funksiyasidan foydalanamiz. Len word, ya'ni biz tanlagan so'zni uzunligini aniqlagin deganimizdan so'ng cycle ochamiz. For in range bo'ladi. Shu word length ga teng ko'rinishda. Va biz placeholderimizga qo'shamiz in emas, bu yerda tag chiziq bilan to'ldirishimiz kerak. Tag chizig'ini qo'shamiz. Xo'p, va natijani ekranga chiqaramiz. Print so'zni toping deyimizda bu yerga plus placeholder kodimizni ishlatib ko'ramiz. Bosamiz. Mana so'zni toping o'yini mashina so'zini chiqarib beryapti. So'zni toping sifatida mashina so'zini har bittasini bo'sh tag chiziq bilan almashtirib chiqyapti. Demak, mashinada 1 2 3 4 5 6 7 ta harf bor. Bunda ham shunaqa 7 ta tag chiziq bilan almashtirib beryapti. Hop, bu bosqichdan o'tib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bizda harfni ixtiyoriy tanlash kerak va bu jarayon takrorlanishi kerak. Ya'ni qayta harfni so'rash kerak, qachonki jonimiz kelguncha yoki biz g'olib bo'lgunimizcha. Qayta so'rash uchun biz while cycledan foydalanamiz. Hop. Game over degan o'zgaruvchi olaman va bu false bo'ladi. Hop. Va aytamanki while not game over foydalanuvchidan so'rash kerak bo'ladi. Ixtiyoriy bitta harfni tanlang degan so'rov kerak. Buning uchun tanlov degan o'zgaruvchiga teng input orqali harfni tanlang yozuvini so'raymiz so'rovni va ixtiyoriy foydalanuvchi harf kiritadi.
katta harflar kiritib qo'yishni oldini olish uchun biz barcha kiritilgan harflarni kichik ko'rinishga keltirib olamiz. Shunda bizda kamroq muammoga duch kelamiz. Hop, tanlovdan oldin biz o'yinni boshida print orqali F sizda jon 6 ta. Ya'ni jonini ko'rsatib qo'yamiz foydalanuvchiga nechta joni qolganini shu yerdan ko'rib olish mumkin. Jon mavjud deylik. Mavjud. O'yin ishga tushganda nechta joni borligini eng yuqorida ko'rib turish imkoniyati mavjud bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda tekshirishimiz kerak bo'ladi. Agar tanlov foydalanuvchi kiritgan harf so'zni ichida mavjud bo'lsa, ya'ni kompyuter tanlagan so'zni ichida mavjud bo'lsa, biz endi xuddi shu yerda bu yerda hozir buni o'chirib turamiz. Bundan oldin bitta shart tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Agar foydalanuvchi bir harfni qayta kiritib qo'ysa, buni avval kiritgansiz degan yozuvni chiqarish kerak. Buning uchun biz yuqorida harflar degan bitta bo'sh list yaratib olaman. Shu bo'sh list yaratib olgandan so'ng xuddi shu listga biz foydalanuvchi tomonidan taxmin qilingan harflarni qo'shib ketamiz. Va shu harflarning ichida agar aytilgan harf mavjud bo'lsa, bu harf avval aytilgan degan so'zni chiqarib berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi uning uchun biz tekshirishimiz kerak. Agar tanlov ichida bo'lsa, harflarni ekranga print qilishimiz kerak bo'ladi. Siz tanlov, ya'ni harfni avval taxmin qilgansiz yoki avval aytgansiz degan matnni chiqarib beramiz. Xo'p, bu shartni tekshirib oldik. Endi keyin display degan bo'sh o'zgaruvchi yarataman. Agar harf mavjud bo'lsa, biz shu harfni bo'sh tag chizig'ini o'rniga almashtirishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shuning uchun biz display degan bo'sh string yaratib olyapmiz va endi tekshiramiz. Sikl orqali kompyuter tanlagan so'zni har bitta harfini sikl orqali tekshirib olamiz. Harf in word, ya'ni kompyuter tanlagan so'zning ichidagi har bitta harf va uni ichida tekshiramiz. Agar harfimiz teng bo'lsa, tanlovga, ya'ni kompyuter tanlagan harf, so'zning ichidagi harf va bizning tanlagan harf agar bir-biriga teng bo'lsa, biz yuqorida yaratgan displaymizga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi harfni. Va xuddi shu tanlagan harfni biz yuqoridagi harflar bo'sh listimizga ham qo'shib qo'yamiz. Chunki tanlov shu yerda yig'iladi va shu yerda tanlangan harfni qayta aytishni oldini olish maqsadida harflar listga qo'shish uchun append funksiyasidan foydalanamiz. Append harfni shu yerda tanlovni
tanlov, ya'ni biz o'zimiz tanlagan harfni bu yerga qo'shib qo'yamiz. Elif agar harflarni ichida mavjud bo'lsa, harflarni ichida mavjud bo'lsa, displayga qo'shib qo'yamiz shu harfni. Aks holda displayga qo'shamiz bo'sh tag chizig'ini. Agar tekshiradi, har bitta harf bilan biz tanlagan harfni solishtirib chiqadi. Ya'ni kompyuter tanlagan so'zni har bitta harfi bilan biz tanlagan so'zni solishtirib chiqadi. Agar kompyuter Word so'zini tanlagan bo'lsa, biz qandaydir a harfini kiritgan bo'lsak, har bittasiga tenglab chiqadi. V teng a. Shu shart bo'yicha agar teng bo'lsa, hop, bizning displeymizga, ya'ni mana bo'sh stringimizga shu harfni qo'shib qo'yadi va harflarga ham qo'shib qo'yadi. Hop. Agar qo'shib qo'yadi va agar teng bo'lmasa, harfning o'rniga bo'sh katakcha qo'shib qo'yadi. Ya'ni bo'sh tag chiziq qo'shib qo'yadi. Xuddi shu jarayonni yaratib oldik. Va buni tagidan u so'zimizni alohida qaytadan chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Print. Hop. So'z plus display degan yozuv chiqarib qo'yamiz. Keyingi shart eshitamiz. Agar biz tanlagan harf kompyuter tanlagan so'zni ichida mavjud bo'lmasa, biz jonimizdan ayirishimiz kerak bo'ladi. Birda jonimiz bitta ekanligishi kerak. Va ogohlantirish berib qo'yamiz. Print. Siz tanlovni tanladingiz. Siz tanlagan tanlov harfi so'zda mavjud emas. degan yozuv chiqarib qo'yamiz. Xo'p. Buni tagidan jonni tekshirib qo'yishimiz kerak. Agar jonimiz teng bo'lsa 0 ga, ya'ni jonimiz 0 ga tenglashib qolgan bo'lsa, biz game yuqorida bizda game over degan o'zgaruvchimiz bor edi. Xuddi shuni true ga aylantirib qo'yamiz. Ya'ni agar jonimiz 0 ga teng bo'lsa, o'yin tugashi kerak. O'yin tugaydi va while siklimiz shu yerda tugaydi. Chunki game over bizda false dan true ga o'zgarib qolyapti. Va buni tagidan print if siz mag'lub bo'ldingiz degan yozuv chiqarib beramiz. Va orqasidan so'z what edi degan yozuv chiqarib qo'ysak, siz mag'lub bo'ldingiz bitta to'g'ri so'zni orqasidan chiqarib beradi. Ya'ni quyidagi so'z edi degan yozuv chiqarib beradi. Demak, bu shartni ham ko'rib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu g'olibligini tekshirishimiz kerak. Hozir mag'lubligini tekshirdik va g'olibligini ham tekshirishimiz kerak. Agar
Buning uchun nima qilamiz? Agar tag chiziq qolmagan bo'lsa, not in display, ya'ni biz bergan display o'zgaruvchida umuman tag chiziq qolmagan bo'lsa, demak shunda biz mantiq bo'yicha hamma so'zni topgan, hamma harf topgan bo'lamiz. Va game over yana true ga aylanadi. Ya'ni siklimiz shu yerda tugashi kerak, chunki biz g'olib bo'ldik va siz g'olibsiz degan yozuvni tagidan chiqarib qo'yamiz. Print siz g'olibsiz. Hop. Shu shartlar bajarib bo'lingandan so'ng biz ASCII artimizdagi nimani ham chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Print hop. Hangman Pix ni leaves desak, ya'ni joni. Hangman Pix listini ichidagi joni, ya'ni bizda jon 6 taga teng. Indeks 0 dan boshlangani uchun 6 eng oxirgi qiymat bo'ladi. Biz shu rasmni chiqarib qo'yamiz. Hop. Kodimiz deyarli tayyor. Ishlatib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. So'zni top o'yna. Hozir kapalak deb tayyor aytib beryapti. Sizda 6 tadan 6 ta jon mavjud. Harfni tanlang. Hop, misol uchun A harfi. Enter tugmachasini bosaman. So'zda har bitta a'larni chiqarib beryapti. Jonimiz kamaymayapti. Agar kapalakda yo'q so'zni chiqarsam, I harfi. Ko'rishimiz mumkin. Bizni dorimiz ko'rinyapti va hop. Siz tanlagan I harfi so'zda mavjud emas degan yozuv chiqyapti va jonimiz bitta ekanligi. Bu yerda bitta muammo, bizda mana bu narsa teskari ishlayapti. Ya'ni eng oxirgi qiymatdan boshlab chiqaryapti. Hozircha faqat bizda nima chiqish kerak edi? ASCII artdan birinchi qiymati chiqish kerak edi. Birinchi qiymati chiqish kerak edi. Hop. Biz buning uchun MainPy'da Hangman Pix'ning ichidan jonni chiqardik. Ya'ni biz jonimiz hozir 6 ta edi, 6-chi. Jonimizdan bitta ayryapti-da, 5-chini chiqarib qo'yapti. Hop. Biz bunda nima qilishimiz kerak? Biz bunda ASCII artimizda bularni o'rnini almashtirib qo'ysak ham bo'ladi. Eng oxirisiga misol uchun buni demak biz ASCII artdagi Hangman Pix'larni o'rnini almashtirib chiqdik. Hozir men teskaridan boshlab boshgacha almashtirib chiqdik va shunda bizni natijamiz to'g'ri chiqadi. Hop. Dasturimizni boshqa ishlatib ko'raman. Ko'rishlangan so'zni top o'yini, quyon so'zini tanlayapti. Sizda 6 ta jon mavjud deyapti. Hop. Q harfini tanlasam, Q harfi boshiga qo'yilyapti, lekin quyon so'zida mavjud bo'lmagan harfni tanlasam, misol uchun A harfi. Mana bizda dorimiz chizilishni boshladi va 5 ta joni qoldi. T harfi. Dor chizilyapti. U harfi. Q. Demak, O harfi. O. E harfi. Dorimiz chizilyapti. Y harfi. Va N harfi. Ko'rishingiz mumkin. Bizda bu yerda yana bir muammo. Jonimiz
so'zni to'liq topsak ham, lekin siz g'olibsiz degan so'zimiz chiqmayapti. Xuddi shuni kodimizni boshqatdan tekshirib chiqamiz. Hop, kodimizni tekshirib chiqsak, biz quyida displeyning ichida bo'sh joy qolmaganligini tekshirishimizni mana shartni ichida berib qo'yibmiz. Buni alohida berishimiz kerak bo'ladi. Memory alohida olamiz va print ni ham alohida olamiz. Bu ham mana shu ifni qatorida chiqish kerak bo'ladi. Kodimizni o'chirib turib boshqatdan ishga tushirib ko'ramiz. Hop, ko'rsak, quyon so'zi yana quyon so'zi va mana ko'rishingiz mumkin, siz g'olibsiz degan yozib chiqyapti va jarayon tugayapti. Kodimiz to'g'ri ishlayapti. Siz g'olibsiz degan yozib chiqyapti va kodimizni boshqa ishga tushirib turib, mashina xato so'zlarga kiramiz. Q, U, L ko'ryapmiz, jonimiz bittadan kamiyyapti, dorimiz chizilyapti. R oldamchi shakli kelyapti, qo'li chizildi. U oyog'i chizildi. P bizda bitta jon qoldi va mana P harfini kiritdik. Siz mag'lub bo'ldingiz. So'z mashina edi va dor chizildi. Kodimiz ishlayapti. Sizlarga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa yoki fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Do'stlaringizga ulashing. Python dasturlashni endi boshlaganlar uchun ajoyib amaliy loyiha bo'ladi degan umiddaman. Barchaga rahmat. Sog' bo'ling.